Chekki joylaring klient ko'p bo'ladi. O'zi bir narsa, misoliga toz bizlarni 5-10 ming odam ko'radigan bo'lsa, shuning ichida bir dona odam nasib etadi. Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar? Musofirdagilar, u yandagilar, jamiki uy alish xohishida yurgan insonlar bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasizlar. Otash tuvda Svejisidan 1-qavatdan Hazaras tumani vokzal yonidagi 8 dom proyektimiz bor edi. Shuning birsidan xudo xolasa bir dona kvartira 3 xonali, 65 kvadratli 3 xonalidan sotamiz azizlar. Hali hech kim yashamagan, faqat bu joy sizni kutib turibdi. Siz kelasiz, o'zingiz döşleysiz, o'zingiz yatasiz. Bu yerda hech kim yashamagan degan sababi bor. Keling. Xuddi patron ham qo'yilmagan hali, shura bo'lgani kabel tushib turibdi, ya'ni lampochka hali qo'yilmagan. Shuni guringlar, hozir men buni srochniga uchrataman, so'ng eshona chiqamizdan manzillarni tushuntirib beraman, lekin menimcha pulini stoyt bo'ladi. Pulini qaranglar, 65 kvadratini hozir aytilish bahosini berib, aytilish baho bo'ladi-ku. 390 qo'yadigan bo'ldilar, undan kelishtirib beradilar. Birinchi qavatda bo'lsa yaxshi, ham hech kim yashamagan bo'lsa hali. Shu narsalarni xudo xolasa o'zingiz kelib ishlatasizlar inshaalloh nasib. O'zingiz birinchi o'tini o'zingiz yaqasizlar shu yerlarni. Hali ishlamayapti. Bu yerda gaz shochki, tok ko'paytiradigan va hokazo hali bu yerda elektronik kotel ham bor ekan hali bu yerda. Yana aynasi, yapskasi, posudomoyka bor bir dona. Mana shuning gaplar. Bu yerda zali bor. Yana zal. Bu ayna qaran tarafi bir ishida yana Xalq banki joylashgan. Ish yo'ldan chiqadi o'zingizga Xalq banki. Mana shuni ko'ringlar. Mesta zo'r mesta bellar. Bu yerda yana bir xonasi bor. Yana bu bir xonasi. Bunda yana bir xona bor. Bu yana bir xona. Bu yerda esa sanuzeli bor. Yine sanuzellari bor. Ishib tutdi. Endi zakonni ko'ring. 390 dan kelishiladi, faqat naqdda kelishiladi. Xaritasi esa 30 ming so'm. Keling, sizga ishonam ko'rsataman sizlarga. Men xuddi shu videorolikimni YouTube'am, Instagram'am joylayman azizlar. Ko'rib qolarasizlar. Yana bu yerda birinchi qavatni chiqardik. Yaqinda bu sotildi azizlar. Bu birinchi qavat edi, bu sotildi. Qo'lan birinchi qavat. Chiqishimizda yana ko'rsangizlar nasib etsa, bella butun dom. Tuni bundan ham chiqardik yana 4-etajdan. Xudo xolasa ularni sotiladi degan umiddamiz. Vokzal xuddi hozir rekonstruksiya qilib bitdilar vokzali. Bu yerdan to'g'ri o'tsangizlar vokzala, ibdandan o'tada olsanizlar ham bemalol shu tarafga sentrga chiqib ketsa bo'ladi. Bu yerdagi domlarni bilasizlar. Omadli domlar bular. Hamisha aytaman, omadli domlar bular. Qadrdonlar, videorolikni tarqatishda yordam berasizlar. Xuddi shu yerda birinchi qavatda, xudo xolasa 65 kvadratli 3 xonali kvartira sotiladi. Faqatgina birinchi yashaydigan insonimiz sizlar bo'lasizlar. Like, kommentariya, videoni tarqatib tashlaysizlar.